Assalamu alaikum, aziz qarindoshlar. Bugun 2-26 kuni chorshanba. Sizlarga bu yaqinqi bir haftalik ahvollarni qisqacha yetkazib qo'yay. Bu rasmiy gapni boshlashdan burun bir ikki ahvol bor, qisqacha deb qo'yay. Hozirgi xabarlarda bo'lishi mumkin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Jenevadagi BTT binosining oldiga çedir tikip aşağıda Uygurlarınki teşkilatını kuvvetadı. Düşenbeden başlap bu işmiş şu cuma günü keşke devamlaşmakçı. Hazır BDT'de 43. nöbetlik insan hakları hakkında bir jığını çıkmadı. Bu jığının içi de hazır Dolkun Esaynimiz, Rüşat Abbas karındaşlarımız onun şehirdeki jığın kadın çıkmadı. Sırtada bir kısım karındaşlar şeylerin içinde etrafında teşkilatlarını yapıyordu. Dünya Uyg'ur qurultiyi bu haqda her gün teşkilat videolarını çıkarıyordu. Bu sonunu ko'rib qo'yinglar. Menimcha bu ishniki unumi nihoyatda obdan bo'lyotdi deb o'ylayman. Ular nihoyatda hashamatlik, puxta tayyorlik qildi ekan bu ishga. Odamni ta'sirlantirgudek darajada bu ishlar nihoyatda yaxshi ketyotdi. Bu ishni qilayotgan barliq qarindoshlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Bo'lsa qarindoshlar moddiy ma'naviy jihatdan mushni qilayotgan qarindoshlarimizni qo'llab qo'ygan bo'lsanglar. Yana bir ish, chet eldagi bir inimiz shu Uyg'ur tili, Uyg'urcha yozishni o'rganadigan bolalar uchun sizma kitob ishlab chiqibdi, 3 kitob ishlab chiqaribdi jami. Ben bunu Facebook'ta e'lon qilib qo'ydim. Bo'lsa bu kitob hozir Safakoydagi Yira kitobxonasida setilib o'tibdi, nihoyat arzon bahoda. Agar bolalarga Uyg'urcha ko'ni yozishni o'rgataman degan ota-onalar bo'lsa, o'sha yerdan kitobni olib foydalansalar bo'ladi. Uningga bu bir inimiz nihoyat ko'p ajr sindirib qilibdi bu ishni. Nihoyat suyundim, ta'sirlandim. Bo'lsa qo'llab qo'ygan bo'lsanglar. Endi rasmiy gapga kelsak, bu hafta xilja uchurlar keldi. Bir qismi bevosita keldi vatandan. Yana bir qismini men shu ijtimoiy tarmoqlarga chiqqan xabarlardan biroz to'pladim. Hozir jiqqan, topgan uchurlarni o'zlari bevosita chiqarib olgan qarindoshlar xili ko'paydi yaqinda. Bu bir yaxshi ish, nihoyatda xush bo'l ahvolgami. O'tganki qitimliq videoda Peyzvatdagi bir lagerninki ishini degandim. 9 kundek tamoq opirilmaganligi to'g'riliq. Men bu qarindoshimizni bir qancha muxbirlarga tunishtirib qo'ydim. Ular bu vaqtda program ishlayotdi. Bu qarindoshimiz yaqinda yeni kurashdi Peyzvatdagi tuqqanlar bilan. Kurashib bu qitimda qanday pokuni hozir qanday turyapti deb bir tuqqun narsa deb so'rasa, u hozir keseller lagerda deb javob beribdi. Burun u yaniki ismini deydi ekandik. Shu lager joylashgan, Peyzvatdagi lager joylashgan yerning ismini deydi ekandik. Bu qatim u yerning ismini demay, keseller lagerda turyapti deb javob beribdi. Shu gapdan qaragan chog'da u yerdagi lagerlardagi kasal ahvoli, virusniki yuqumlanish ahvoli xeli og'ir bo'lmaydi. Xitoy bu ahvollarni hozir intayin qattiq kontrol qilyapti. Bu boshqa shu Wuhan virusiniki lagerdagi Uyg'urlarga yuqumlanish ahvoli bu to'g'riliq hozir uchur olmoq intayin tasdiqlab ketdi. Bu vaqtda men bundan ortiq uchur topolmadim bir hafta ichida. Ondan keyin otishda 4-yaniki 1-kungacha uydan yoki qo'riqdan chiqishga ruxsat yo'q deb uqtirilibdi otishda 4-yaniki 1-kungacha. Yeni bir aydak vaqt var degan gap. Faqat sırt chiqish kinchkisi bor kishilar alab chiqalaydi ekan. Sog'liqni saqlaydigan xodimlar kinchkisi bor chiqalaydi ekan, qolib chiqolmaydi ekan. Ondan keyin cho'qim ma'murlar oldinlar RFA'dan yaqinda hujjatlar bilan ko'rishib, o'sha virus bilan yuqumlanish ahvolini biroz egalladi. Shuning ichida Faxriddin Xilil degan bir kishiniki yuqumlanganligi biroz aniqlandi. Tünügün yamir qarindoshimiz hujjatdan uchirganlabdi. Uningga so'zlashganlarning deb birishicha hujjatda bu viruslar yuqumlanganlar yo'q deb shunday javob beribdi. Shu bu yerda hozir
RFA'dan bir kishi yuqumlandi degan ishni RFA'dan aniqladi. Onundan burun bana 4 adam yuqumlanib, hammasini tutib akatdi degan xabar kelgan. Tünögü bir qilindishimiz yuqumlanganlar yo'q degan xabarni anglabdi. Endi boshqa rangaran xabarlar bor. Men sizlarga hammasini tangdab ko'rataman. Zaten qanday bo'ladi buni hozir rost buni hozir uqulolmaydi. Ondan keyin G'uljida hamma kishilarni 3-oyning 5-kuni sirtqa erkin qo'yitadiganligini uqtiribdi. Bir kun 3-oyning 5-kuni hammalarni sirtqa qo'yitimiz deb uqtiribdi. Şuna bu iş rasyonel bulunmamamda yine sağlasak bilalemiz bu işini. Hazır Ürümçideki kadrlardan her ayıga 1000 somdan pulunu tutup ötüptü. Kadrlardan tüven derece kişilerden 600 som. Şu Wuhan'daki virüs bilen yuqumlanganlarga yardım qilish yüzünden mecburi pul iğanı qilish işi yolu qo'yilibdi. Kadrlar 1000 som, odatdagi odamlar 600 somdan. Anından keyin Şarq Türkistan va Xitoy o'lkalarida o'qiydigan o'quvchilarniki qishki ta'til vaqtini 4-oyning 1-kunigacha uzatganligini uqtiribdi bizning vatanda. Bu menimki farzimcha o'rta maktab, oliy maktab o'quvchilariniki hammasi bor buning ichida. Hozir o'qishlar ishkirda o'qiydigan o'rta maktab bolalarim ko'p. O'shaning hammasini 4-oyning 1-kunigacha qish ta'til qilsam, ondan keyin qachon dars boshlag'animiz shu vaqtga az qolganda o'qitamiz deb e'lon qildi. Men 2 manbadan ahvol o'qidim. Mana shu Urumchidagi doktorlar haqida. Hozir Urumchidagi kam degan 2 doktorxonadagi doktorlarni uydan chiqmaslikni uqtirdi doktorlarga. Kasallar, yangi kasallarni qabul qilmaydi ekan, bu kasallarga praktik qilayotgan o'quvchi doktorlar qaraydi ekan. Lekin rasmiy doktorlarni uyinglardan chiqmanglar deb uqtiribdi. Bu ishni egallagan qarindoshlar saplam o'ziniki doktor tuqqanlari va qarindoshlar. Shu o'ziniki tuqqanlarga telefon qilib yoki WeChatda aytib qo'ygan ahvol bu. Endi buni bir naytdi odamni andishiga solgan ahvol. Uni nima desanglar, nurg'un kasallar bor. Kunlarda har kunidagidek xabarimiz bo'lmaydigan. Endi doktorlarni uydan chiqolmay kasallarni doktorxonaga qo'yib qo'ydi degan gap. Endi shahada yetib kelsanglar mayli degan ish qilolmaydi. Wuhan'da bunday ishlar ko'p yuz berdi. Ehtimol Xitoycha manbalarga diqqat qilgan qarindoshlar bilgan bo'lishi mumkin. Wuhan'da oila bo'yicha qirilib ketgan oila ko'p. Tünögün yana bir ishni o'qidim. Bir kishi og'ir kasal bo'lib doktorxonada davolanib ekan. Davolanib oldingi kunisi doktorxonadan chiqib, saqib uyga borsa uydagilarning hammasi o'lib ketibdi. Shuning bilan u kishini o'zini o'ldiryapti. Boshqa xabar chiqdi Xitoycha manbalarga. Bunday ikkinchi ahvollarning xabarlari xili ko'p Wuhan'da. Yana bir xabar Xotan shahrining aholisini sirtqa qo'yib etib chiqsanglar bo'ladi deb 2 kundan keyin ularni yana yig'ib oldi. Yig'ib bu qatımki yig'ilishda andan keyin aholilarni sirtqa chiqsanglar bo'ldi debdi. İşçi xizmatchilarni ish qilib beringlar debdi. Ashta qilib ish berib qilsa 2 kundan keyin bularning hammasini hozir nerede bo'lsanglar shu yerda turinglar, hech nega olmaysizlar deb yana butunlay odamlarni qulib o'tibdi nachatgan chog'da. Buniki bir bunda kelib chiqqan bir nachar ahvol. Uyda kichik bolalar va bir qism ota-onalar xizmat o'rniga sunib qilib uyga borolmay intayin qattiq vahim ishlar yuz beribdi. Kishilar yig'ilishib deydi. Shu o'pchiq voqeada kishilar yig'ilishib boshqa qilib ketdi. Deb shu ahvolni o'qdim. Endi bu nima uchun ba'zi qarindoshlar buni Xitoyniki bir ilmiy kirib bo'lishi mumkin. Uyg'urlarni qo'yib etib, anadan keyin qaytadan yig'ib, yangidan lager shakllantirib, o'sha qilib Uyg'urlarni yo'qotish, mana bir suiqasd ishlatam degan deb, mana farazlarni o'tirib qo'yganlar bor. Bunday ishni yo'q degil bo'lmaydi. Ammo menimcha bu hozir Xitoyda umumyuzlik yuz berayotgan ba'zi cho'ng voqealar bilan munosabatlik. Bu nima desanglar, Wuhan'da mı bo'ldi bu ish? Wuhan'da sirtchi sog'lom bo'ladi deb, andiki sirtdan kelganlar zallarniki yurti qaysi sog'lom bo'ladi deb ishni biroz ichib etib, atiganda
kashf bo'lgan chog'da bu ishni butunlay yo'q qilib sirtchisi bo'ldi deb taqatgan kinchiklarni hammasini atkaz qilib uni inovatsiz qilib odamlarni qaytadan sulib oldi. Endi chet eldagi Xitoy ziyolilarininki analizicha hozir Xitoyda ikki hukumat shakllandi deydi. Masalan, Wuhanda birisi markaz, birisi yerlik hukumat. Atganda chiqsana bo'ldi deb quturgan yerlik hukumat ki markazini yaxshi san bo'lmaydi deb uni qaytadan to'sib etdi degan mushlar faraz o'tirib qo'yildi. Hozir Xitoydagi voqealarniki kaskinlashishga ergishib, hozir rahbarlik qatlamida intayin og'ir masalalar tug'ilishga boshladi. Hozirgi sirtdagi ziyolarniki tahlilga asoslangan joylar. Bo'libmi yerliklar markazning gapini olmaydigan mushlar ahvollar shakllandi. Wuhandagi bo'lgan voqea ashniki bir ifodasi deb qaralyotidi. Menimcha xotanda bo'lgan ishmi shunga munosabat bo'lishi mumkin. Bir yerni uqtirishlar, bir yerni uqtirishi, bir yerning qarori bilan, bir yerning qarori, bir yerning buyrug'i bilan, bir yerning buyrug'i o'xshamaslikdan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Har ikki ehtimollik ikkisi bor deb o'ylayman men. Endi albatta deb o'tgandek hozir Xitoylarniki rahbarlik qatlamida ig'ir ishlar qurilishga boshladi edi. Bir kun Xitoy markaziy hukumati Xi Jinping bir yig'inlashdi mamlakat miqyosida. Noya va tuan darajalik va undan yuqori kadrlarniki yig'inlashdi. Beijingga kelganlar faqat shu siyosiy byuroniki a'zolari, 7 doimiy a'zolari, aniki a'zolari Beijingga keldi, qolganlari hammasi o'zini yurtida video orqali qatnashdi bu yig'inga. Bu yig'inga qatnashgan odam jami 170 ming. Noya, tuan va undan yuqori darajali kadrlar yig'in qatnashganlar jami 170 ming. Bu ish yangi emas. Bu ish ayni vaqtda mavzuning madaniyat zo'r inqilobini boshlashdan burunmi mushtaq yig'indan birini eshitdi ekan. U chog'da video telefon jo'natishlari unda taraqqiy qilgan emas. Shunga mavzuning odamlarning hammasini Beijingga yig'ibdi ekan ayni vaqtda. O chog'da Beijingga kelib yig'in qatnashganlar 7 ming ekan. 7 ming madaniyat inqilobidan burun shunday bo'lganda 60-yillar degan gap. 60-yillarning oxirgi vaqtlari. Muvaqqatan bo'lsa bu yig'in qatnashganlar 170 ming. Analistlarniki deyishicha Xi Jinpingniki bu qatimki bu yig'inlarda etishidagi sabab hozir tuanda uning gapini anglamay yuqoridan markazdan tushagan har xil buyruq siyosatlarni tuandagilar qilamqon ijro qilganligi uchun bu qatim hammadan meniki o'z og'zimdan olsin deb bu yig'inni ochdi. Bu Xitoyniki rahbarlik qatlamidagi ig'ir darajadagi parchalanishdan direkt birdi deb xulosa chiqarib o'tadi. O yig'inni so'zlagan mazmuni uniki oldin qatimda bir yig'in ichib umumiy hech qanday adam ko'rinmay birisi chiqib o'qimagan bir yig'inda chilg'an shuni o'xshash deydi asosiyatdan. Uni Xitoyniki bir matbaasiga hukumat gazetadan birisiga besilib ekan bu narsa. Muvaqqatimda yig'inda so'zlagan so'zi bilan shu gazetada besilgan va oldin qatimda yig'inda so'zlagan so'zlarniki ancha farqi yo'q deydi. Buni mushaq qilishga sabab bütün adamlar mening o'z og'zimdan olsin, o'z oldiga o'zgartib oldiga ish chiqmasin deb mushundaq qildi deydi. Har holda bu ishlardan odam xo'shal qiladi. Shaxsan men xo'shal bo'laman. Nimishqa deganda hozir Xitoyniki rahbarlik qatlamida og'ir masalalar tug'ilishga boshladi. Bu ishlar og'irlashgan sari Xitoy kompartiya hokimiyatiniki og'dirilishi, yiqilishi degan gap endi. Hatta bu boshqa bularning hammasi biz uchun bir xush xabar. Andan keyin yana bir xabar, ehtimol sizlar ko'rgansizlar, virus sababi bilan hozir vatanniki yemakliklarini, doktor sestralarini va yosh qiz o'g'illarini ishga avatish ishlari kuchayib ketdi yaqinda. Buniki necha videolar chiqdi bu haqda. Hozir endi Uyg'urlarni işte virus en ağır derecede tarqalgan Wuhan, Hubei anandikin Hangzhou'larga geldi. Hangzhou'mu en dastlabda pechetlangan shaharning birisi bu. Ashirlarga Uyg'urlarni olib o'tadi. Buniki videolarini ko'rdik. Mana yana bir qarinishimiz uchur qilibdi deydi.
G'o'ljining noyalariga tam suqib qurshab bo'ldi deydi. O'tgan qitimliq videoda bu to'liq ma'lumot to'xtalgan. Shuning qarta ba'zilar G'o'ljidagi noyaniki, G'o'lji noyasiniki temvam ekan deb so'ragan. Shuning qarta ma qarinishimiz debdi. G'o'lji noyalariga tam suqib qurshab bo'ldi deydi. Aşağı iş bağ deb sanaydi. Hozir endi yaqinda unidarlar sal echvitildi. Shuning bilan hozir vatandagilar bilan kurashayotganlarning soni mixli ko'paydi hozir. Shu xiljiq qarindoshlar urtiqlar bilan bevosita kurashib, bevosita uchurlarni egallayapti. Shunga Uyg'urlarning ahvolida hozir qadar men egalga ahvol shunchalik yaqinda lagerning abaytin deganidek lagerning ichidagi ahvollar to'g'riliq hech qanday xabar yo'q hozirmi. Bu ahvollarni egallash intayin tas bo'lyapti. Lekin mana vatandagilar bilan bir qancha bilan ko'rishish imkoniyati bo'ldi yaqinda. İmkaniyati bo'ldi. Men gapni rasmini aytgan vaqtimda intayin hayajonlandim bu gaplarni anglab. Uyg'urlar biz o'zimizniki bir qism moddiy narsalardan ayrilib qoldik. Ayrilib bo'ldik undan. Masalan, moddiy narsamiz deganda kitoblarimiz, binolarimiz, masjidlarimiz degandek bir qator narsalarimizni ayrilib qoldik. Lekin ruhiy jihatda vatandagilarniki irodasi bu texnik kuchayga turibdi hozir. Xitoylarniki aslida ko'zlagan narsalarniki dal aksi bo'lib turibdi. Men bu gapni buni ko'p demayman menda. Keyin vaqti kelgan chog'da, endi navbat kelgan chog'da deyman. Hozircha shuncha deb qo'yib turay vatandagilarni aymasa qolmaydi. Bu Xitoyniki yeni vahshiy tadbirlarni qo'llanishiga sabab qilsak bo'lmaydi. Lekin men nayte xushal bo'ldim. Yine xushal bo'lgan ishlardan endi bir qanchasi bor maslaga deb qo'yay. Xalqaro bir ovoz degan bir tashkilot bor. Bu tashkilot shu virusniki o'tirib chiqishi bilan Uyg'urlar sulangan jazo lageriga paydo bo'lgan tahdid haqida bir murojaatnoma chiqadi bular. Aslida bu murojaatnomani hozir ichilayotgan PDT'ninki 43 navbatlik kishilik inson haqlari yig'ini o'rgatmoqchi 1 million imzo to'plab. Men bugun qarab baksam 636 ming bo'libdi. Bu chet ellik xalqaro bir tashkilotning qilayotgan narsasi bu. Uyg'urlar uchun lagerdagi Uyg'urlarniki bexatarlik uchun qilgan murojaatnoma bugun buni imzo qo'yganlar 636 ming bo'libdi. Men buni hamiyada taqatdim, Facebookda, Twitterda taqatdim, nurg'un qarindoshlar taqatdi, WhatsApp'larda bor. İmza qo'ymagan qarindoshlar bo'lsa imzo qo'yib qo'yinglar. Buni imzo qo'yish intayin osonki. Buni qilganda jiq oddiy ekan, buni imzo qo'yish. Imzo qo'yib qo'yinglar. Hozir bugun 636 ming imzo bo'libdi. Xudoyim bo'lsa buni 1 millionga chiqayli. 1 millionga chiqqan chog'da chuqur bu ishdan yaxshi natija kelib chiqadi. Yana birisi hozir Uyg'ur masalasida xalqaro intayin tez o'zgarishlar bo'lyapti. Yaqinqi o'zgarish Qaraqash hujjatlarining pash qilinishi bir yana bir to'lqin bo'ldi. Xalqaroga zodi Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan siyosatining zodi nima ekanligini yana bir qatim oshkorlab berdi. Bu vaqtda nurg'un maqolalar, doktorlar o'tirib chiqdi, diksiyalar so'z nima dedi. Endi mushu ahvollar andikin virus. Mushu virusniki Xitoyda hozir ikki cho'ng narsa Uyg'urlarniki tezroq erkinlikka chiqishida nayte cho'ng rol o'ynadi. Birisi mushu Uyg'urlarniki lager usulanishi va mushu jarayonniki pash qilinishi, bir necha qatimliq hujjatlarniki pash bo'lishi bilan. Ikkinchisi bu qatim virusning chiqishi. Bu virusning chiqishi bilan dunyo Xitoy hokimiyatiniki haqiqiy qiyofasini ko'rib oldi. Biz burun Xitoyniki Uyg'urlarga qanday muomala qilganligini necha 10 yil so'zlab tashviq qilib qilib keldik. Unumon yaxshi bo'lmagan. Bu qatim virusning ishi bilan dunyo Xitoy kompartiya hokimiyatiniki zoti qanday bir hokimiyat ekanligini aniq ko'rib oldi. Hozir endi qanday qilib Xitoy hokimiyatidan hisob berish haqida gaplarni ko'p bo'lyapti. Buniki eng bir yaxshi bir manbasi Amerikadagi ayni vaqtda Donald Trumpga bosh maslahatchi bo'lgan Donald Trumpniki
Amerika prezidenti болып сайланышыға чоң төп қосқан Стив Бәнненнің 24-сыла еп баған бір сөhbeti бар. Бұл сөhbetini мен Facebook'um çıkarıp koydum. WhatsApp'larını taqattım. Bugün ben PIDAI tercümanlar grupsidagilardan ko'rishgan. Shuni bir Uyg'urcha tarjima qilmoqdi ekanda bu suhbat inglizcha. Ko'rsam ular 2 kun oldida allaqachon boshlab qo'yibdi. Buniki Uyg'urcha chiqsa anlab beqinglar. Mushu suhbat orqali g'arb ellardagi mushu hukumat xodimlari, siyosatchilar, analizchilarniki Xitoy hokimiyatiga bo'lgan tushunchasi, Xitoy hokimiyatiga bo'lgan tushunchasiniki hozirgi holatini nayt obdan ko'rib olib bo'ladi. Men bundan intayin suyundim. Biz burun dunyoni ishondiramagan gaplar hozir o'tirib chiqibdi. Men bu gapni Twitterda inglizcha yozdim. Biz 70 yil Xitoy hokimiyatining qanday hokimiyat ekanligi, ularniki Uyg'urlarga qanday muomalada bo'lib kelganligini ishondiramagan. Mana hozir buniki faktlar chiqyapti deb Twitterga inglizcha yozdim men bularni. Shunga bu suhbatni cho'qim anglab beqinglar. Bu kishiniki bunday bir gapi bor. Bu qadimgi virus Xitoy Kompartiya hokimiyatini gumron qiladi deydi. Mening bu gapimni xotirlab qo'yinglar. Kim ko'rsizlar deb shunday deydi. Bu intayin kuchli gap. Men ayt xo'sh bo'ldim. Bulubma bu kishiniki suhbatida Xitoy Kompartiya hokimiyatiniki naqadar yolg'onchi, rezil va lurchak hokimiyat ekanligi qayta ta'kidlandi. O kishi bu suhbatniki 20 minutlik yerda Sharq Turkiston Uyg'urlarning tilini oldi. Agar inglizcha bilsanglar, bevosita anglab olsangiz bo'ladi. Andan keyin bu kishiniki degan yamir gapi bu qadimgi virusniki mana Xitoyniki haqiqiy ahvolni demasligi, kuchlarni yeb yushirilishi sababidan butun dunyoga tarqalishi mumkin. Dunyodagi eng nopuzliq bir biologiya oliminiki hisoblashicha bu yil 5-oygacha bu virus bilan yuqumlanganlar 1 milliard ketishi mumkin degan farazga turib kishi. Mushuni tilga oldi. Agar mushta shu qolsa, mushu Xitoydagi internetlarga tamsilishmagan mush g'arabning butun shirkatlarimi xalqaroniki jazosiga uchraydi deydi. Buningda Kompartiya rahbarlari Xi Jinpingning jazosiga uchrashi muqarrar, lekin ashlarga yordam qilgan ash shirkatlarmi jazoga uchraydi deb shu gapni qildi. Bu gapning ma'nosida Uyg'urlarni lagerga sunilishi, 3 milliondan 5 million Uyg'urlarning lagerga sunilishiga yordam qilgan g'arabning shirkatlarimi cho'qim jazolandi degan gap. Men bu gaplardan bunday xo'sh bo'ldim. Shunga vaziyat bak tez o'zgaryapti. Men nurg'un analizlarniki narsani ko'p turyapman. O'zimda bir xil kuchli tuyg'u hozir. Bu bir faqat tuyg'u, paras. U nima desanglar, Xitoy hokimiyati mana shu 2 yil qolmagan vaqt ichida gumron bo'lib, Uyg'urlar erkinlik chiqishi mumkin. Menda hozir shunaqa bir kuchli hissiyot bor. Bu bir isbotlangan bir narsa emas, hisoblab chiqqan narsa emas, lekin o'zimning tuyg'usi. Hozir butun shu analizlarniki narsalarni ko'rish, xalqaro vaziyatning taraqqiyoti bu jihatda. Shular asosan. Shunga men mana necha kun yoki uydagilar shu lagerlar sunib qolgan, turmush sunib qolgan qarindoshlarimniki nechasidan xat keldi. Ularga shu gapni deb qo'ydim. Hozir hammamiz vatandagi shu turma, lager va uyga qamalib qolgan qarindoshlarimizniki 2 yil hayot tura olishini tilayla Allohdan. Agar 2 yil hayot tura olsa, Uyg'urlar cho'qim bir erkinlik chiqishi mumkin. Bu erkinlikka qanday shaklda chiqadi? Bu aniq emas. Erkinlik chiqib bo'lsa, bizga yana qancha ziyon bo'ladi, bu aniq emas. Qancha ziyon bo'lib qoldi, bular aniq emas. Lekin menda shunday bir tuyg'u bor. Xudoyim bilsa, 2 yilga qolgan vaqt ichida Xitoy Kompartiya hokimiyati og'dirilib, Uyg'urlar erkinlikka chiqishi mumkin. Albatta men degandek Xitoyda Uyg'ur ro'yi o'lmabdi. Nayt bir yengilishlar bo'lib o'tibdi. Buningda nayt suyundim. Andan keyin bugun yana bir maqola chiqdi.
BDT'ninki insan hakları komitetinin rehberleri bu yıl içinde Xitayga tekşürüşkü beriş mümkün. Tekşürülgen joylar içinde Şark Türkistan'ın bağı degan bir xabar çıktı degan İngiliz manbaga. Bununcha bu ish bu cho'qim bo'ladi deb o'ylayman men. Ondan keyin yana bir narsani tilga qo'yib bu yerda. Dushanba kuni 24 kuni Amerikaniki men turayotgan Los Angeles shahrida bir cho'ng yig'ilish bo'lib, basketbolchi Kobe Bryantni xotirlash faoliyati bo'ldi. Men uniki videosini ishlagach ko'rdim. Bir tarafdan o'qib anlash degandek. Ko'rdim, qizlar Kobe Bryant bilan birga o'ynagan, top o'ynagan Shaq O'Neal degan bir kishi baqartalik intayin yo'g'on bu. Nayt yo'g'on adam bu. Shaq O'Neal deb. Men yashamli kuni shu Amerikada Amerika Musulmonlar birligi deb bir tashkilot qurmoqchi bo'lgan bir kishi bilan paranglashgan, ko'rishgandim, qo'zg'ab. Suhbatlashdik. O adamniki menga gapirishicha Shaq O'Neal musulmon ekan. Men buni bilmaydim. O'sha adamning tunji qatam uqdim. Bu matbuotlarda Shaq O'Nealniki musulmonligini faqatlik yapmagan, buni anlamamoqda ekanman men. Endi o memle ko'rishgan kishining bir tashkilot qurish ishini olib beribdi hozir. Bir qism jihatlarda hamkorlash uchun kurashsak deb kurashmaydi. Undan suhbatda bo'ldik. Ana olim gapning chiqishidagi muhim sabab buniki shu kuniki faoliyatniki videosini men bu chiqarib qo'yay Facebook'ga. Bir qator ko'rib yaqinlar. Men bu videoni ko'rib o'tib, nayteliqi ko'z yoshlarimni to'xtamay qoldim. Bu so'rindikilarniki nurg'ullar yig'lab ketdi. Shu yig'inga kelgan qancha odam keldi uqmayman buni alqi. Shu basketbol musobaqasi o'ynaydigan cho'ng zalda o'tkazib ekandik. Necha 10 ming odam keldi deb o'ylayman men. Shu so'rindikilarni shuna chalab ketdi. Endi Amerikada basketbol o'ynaydigan odamlar bak jiq. Kobe Bryant bir cho'lpon, uning oldidaroq cho'lpon bo'lgan Michael Jackson bor. Michael Jackson Shaq O'Neal bilan hamma so'zladi. Michael Jackson o shunda qattiq yig'lab turib so'zladi u. Kobe'niki kitish bilan meniki badanimniki meniki bir qismim bilan ketdi deb so'zladi bu. Endi men keyin bak o'ylab ketdim, bu nimishqi bu ish bak ta'sir qiladi deb o'ylab ketdim-da. Endi men u Kobe Bryant to'g'ayada turman Los Angelesda, u to'pini bak yaxshi ko'rdim. Men bitta musobaqani qoldirmay ko'rdim ayni vaqtda. Lekin o'zini ko'rib baxmaganman, shaxsiy munosabatim yo'q. Lekin menga bak ta'sir qilgan narsa Amerika o'ziniki bir topchisi vafot bo'lgan chog'da, mesela cho'lpon odam, uniki ikki jihatdan aytib cho'ng topchisi bor, birisi basketbolda, yana birisi insonligida. U kishiniki insonligida aytib cho'ng topchisi bor. Aytib muloyim, oq ko'ngil, kuyimchan, ashtaqa bir odam u. Ülketga vaqtida bu kishi pensiyaga chiqib bo'lib, bir qizlar basketbol maktabi qurib ekan, o'zining qizi mushada o'ynaydi. Shu shanba kuni shu yerga ders o'tkazib ketayotgan vaqtida Los Angelesni aytib qisqasidan bir shahar bu. Shu mashina minsam ulgurmaydi ekanman deb bir tikchar arqonni minib ekan, shu tikchar arqonni voqeaga uchrab to'p ketdi. Shunga bu kishilarniki bu odamni mesela beshiga gap ko'tirishi shu odamniki insonligi ne bir qadrli dedi Amerikada. Qadrli odamdi. Uyg'urlarda mı aştaq insanlarımız nayet köptü bizniki, nayet çık. Bu etliğe boğulamaydı. Yakında çıktığını aldı da bir kardeşimiz Murtay Ağacı'nınki resimlerini çıkarıp, Hazret Nesli'lerini çıkarıp yaptı. Mesela aştaq adamlarımız batı. İnsanlıkta Uygurlarga, dünyada uygu bulağaldak adamlarımız bizden mi batı. Lekin bu adamlarımız nerede alır? Adamlarımız nerede kaldı? Degan narsa qalamay qoldi. Biz o'zimizning adamlarga ashta qilmaymiz hozir. İyim chiqqan bo'ldik.
egim chiqamliq. Malga ham ta'sir qilib ketgan narsa shu. Endi shu abatın deganimdek yana 2 yillardan keyin, 1-2 yildan keyin bizning xalqimiz erkinlik chiqishi mumkin. Endi erkinlik chiqib biz shu vatandagi shu bir qancha yilni turmada, lagerda, zindonda aşda o'tkazgan shu kishilarimiz, shu qadrli kishilarimiz erkinlikka chiqqan vaqtida biz aşağılık kurishgan chog'da biz ularga nima deymiz? Aşağılık japamushtaq qilib qolgan vaqtida biz ularga nima qilib berdik deymiz? Degan bu narsa kalamga oldi. Yaqinki 15 yildagi vaqtning ichida chet eldan nurg'un ishlar bo'ldi, Uyg'urlar nurg'un ishlarni qildi. Shu yan to'plash ishidami mening mo'lcharimcha 1 milliondan 2 milliongachilik, 1 million dollardan 2 million dollargachilik pullar yan qilindi Uyg'urlar ichida. Men o'shunga necha ming dollar berdim. Bu o'zimniki kitob chiqarish shu arjilisi o'shmagan yerlarga berib leksiya so'zlash bu chiqimning sirtida endi men har yil o'shni to'xtamay qilyapman. Endi hozir endi o'zimni o'ylandim, hammalar o'ynab boqsa bo'ladi. Ashunday pullarni chiqarib bir ishlarni qilmoqchi bo'ldik. Endi shu pullar, shu narsalar qancha unum berdi hozir qadar. Qanday ishlarni qila oldik. Mush to'g'ri biroz o'ynab boqsak bo'ladi. Biz bir alayda davrda yashayapmiz. Qanday davr desanglar, hozir biz yashayotgan mush davrda Uyg'urlar tarixda ko'p boqmagan bir cho'ng krizisga duch keldi. Bu krizis davomlashyapti. Biz shu zamonning ichida hozir shu yashayapmiz. Men shu oldingi 40 yildagi vaqtning ichida o'zimniki oila taqdirimni o'zgartiraman va boshqalar qilolganini Uyg'urlarmi qilolaydi degan narsani isbotlayman deb tirishdim. Bu inshaalloh belli darajada yetdim. Ammo millat yana bizniki zamonimizda mana bir yo'qolib ketish krizisiga duch keldi hozir. Shunga endi hammamiz hozir agar chet eldagi Uyg'urlarning hammasi vatandaliklar erkinlik chiqqanda biz ularga nima deb javob beramiz degan bir savol oldimizda bor hozir. Buni biz nima deb javob beramiz? Sürgün hukumatdan 5ni qurdik. Milliy harakatdan nechini qurdik. Partiyadan nechini qurdik. Milliy majlisdan nechini qurdik. Quruq shuar va ahamiyatsiz temalar ustida bas munozara olib bordik. Yig'inchi rasmlarni to'g'ri chiqardik deb javob bersak, biz qattiq nomus qilamiz va qattiq ayblashga uchraymiz vatandagilarning oldida. Endi burun shu chet eldagi ularning ichida ziyolilar jimiyib oldi deb nurg'un gap so'zlar bo'lmagan xil uzun yillar tam bo'lgandi. Hozir ziyolilar ichida untinsiz ish qilayotganlar ko'paydi. Bekcha hozir bu ishni qilayotganlar. Haqsiz ish qilayotgan. Bular hamsa haqsiz ish qildi asosiyatdan undan ko'paydi. Bularning hammasini men bu yerda tilga qilolmayman, buni vaqti yer bermaydi. Endi o'tganda sizlarga dedim, men bu chet eldagi ziyolilarniki rolini yaxshiroq joriy qildirish uchun bir Uyg'ur Project fondi deb bir fondini qurdim. Bunun ichida Amerikada 6 kishi bunga kadr bo'lib rahbar bo'lib ishlayapmiz. Ammo bizning necha 10 a'zolarimiz bor dunyoning hamma yerida. Bizning aslidagi planimiz Uyg'ur emas manbalardan pul to'plab ish qilishdi. Sal uzun muddatlik unum beradigan ishlarni qilmoqchi edik. Lekin bu yaqindagi vaziyatning o'zgarishi intayin tez bo'lib ketdi. Tez bo'lib ketib, hozir men bu ish qilayotgan ziyolilarning hammasining qo'lida nayt ko'p ish bor. Hammasi to'xtamagan sohalarda nayt qattiq ishlayotdi. Anda chet el manbalaridan yan to'plash ishlariga yetishamadik. Men shaxsan o'zim faqat yetishamadim. Men hozir Facebook'dan Twitter bor, YouTube kanalim bor, Twitter bor. O'zim birli vaqtimizda aralashayotgan ishdan 10dan ortiq ishlar bor. Hozir rasmiy idoraning xizmat bilan Uyg'urlarning ichki xizmat ishlagandek qilsammi, yetishamadim. Aslidagi planlagan chet ellik manbalardan pul to'plab
bir qism ishlarni qilishga yetishamadim qat'iyan. Şunlaşqa yaqında yaqin misal o'ylanib, mana shu o'zimizga tayinib bir qism jiddiy ishlarni qilib turaylik deb ba'zi ishlarni qilyapmiz hozir. Kırvatsama Uygurlar degan jurnal chiqyapti. 5 qism, 5 son chiqib bo'ldi. 6-cı sonda bugun erta chiqadi bugun yakatning ichida. Ana til app bu klar ayning ichida bitadi 3-cü ayning ichida. Xudoyim bilsa, kechki qism 4-cü ayda bitadi, undan ketyapti. Bu Uyghur Project Fondu'nunki azalık vatkanıyla nurgun işler var. Hazır bir ahval etmezsem bilirsen vatandaki Uygurca kitaplarınki hemiz köydürüldü. İşim kalmadı hazır. Hazır üyde Uygurca kitap saklaşın üzümü kuda. Çatlarga çıkıp olan bir kardeşimiz vatandaki üyde nurgun kitap saklatırken yakında özününki bir sakçı tukunu kadar şu kitaplarını saç maşinası besip birege yapıp yok etipti. Eğer o paşıp kalsa üydüklerini tutup gitti kaldık için. Hazır üydük kitap saklaşma müşteri çıkıp kaldı Uygurlar için. Anakin Uygurca tarihi film, CD, DVD, katarlık neslenin hemisi köydürüldü. Ötkende bir kadarlık videoda deken bunu. Xitay hükümeti Ürümçideki burunki Cüyen dep atalgan Kur'an'ın içinde yarastı. Öylerde məxsus Uygurlarını ki, burun film neslerini köydürüşke adam koyup, küçük gündüz bu neslenin hemsi yok kuvvetli. Hazırında yakında 5. fevral Gulcu vakası, Gulcu İnqilabi hakkında bir kitap çıktı. Bununla Gülşen Abdülkadir sanımız küçük özününki çıkın bilen kitabını çıkardı. Onu hazır dünyanın arkasında taktı atıdı, setip atıdı. Lakin onda jılgan pulunu Mış kitabının ikinci kısmını işletmekçi. Bunun içinde mi Uyghur Project Fondu'nun bunun içinde bu işlerin içinde. Yine turmada boğa işler doğruluk bir kitap yazılmakçı. Lagerda boğa işler doğruluk diyen bir kitap yazılmakçı. Lager'daki hikayeleri doğrusu da Türkiye'deki müyesser sanımız bir kitabını çıkardı. O kitabını çıkarıp Uygurca, onu hazır Türkçe, İngilizce, Arapçalarga tercüme kılıp çıkırış üstüde tirişvatıdı. Anandakin yine planlanan başka kitaplar, başka faaliyetler mi bu? Müştak işlerini kılmakçı. Endi o'ylab bakinglar, vatandagi kitaplarning hemisi köydürülgen işim kamuqa müştak ahval aslida chet eldagi Uyg'urlarniki bizda bu narsani saqlab qolishimizniki ahamiyatini qaysi darajada qiymati yuqori. Buni hammamiz demasakmi bilamiz. Yaqında men Germaniyadagi bir hukumimizdan elkitap.org degan bir tor betining ahvolini egalladim. Bu hukumimiz bu tor betiga ishlaganli necha yil olib ketibdi. Menimki bilishimcha 10 yillarga yaqin vaqt bo'libdi. Burun butunlay o'ziniki chiqmay o'zining vaqti yoshlar qilib buni qilib ekan. Qilib bunga 1200 ta kitobni qo'yib bo'libdi. Uning ichida mana shu burunki bizning vatanda chiqqan jurnallarmi bor ekan, qolgan jurnallar bor ekan. Bu inimiz intayin vaqt sarf qilib, yolg'iz kitobniki PDF hujjatlarini to'g'ri qo'yib qo'yish emas, uning qisqacha tushundirilishidan tortib, jadvallashtirib kirgizib, oshna qilib ekan buni. 1200 parcha kitobni kirgizib bo'libdi. Hozir endi inimizmi iqtisodiyotni qiynalib, to'rbetini saqlashqimi iqtisodiyotni yor bermay, oshna bir ahvol qilib qolibdi ekan. Men bu ahvolga qolgan darhol uni biz yordam qilaylik, Uyghur Project Fondu'dan yordam qilaylik deb inimizga $1000 pulni mandirib berdim. To'rbetini yanglaydigan ishlarga. Ondan keyin Facebook'ta bir yan to'plash ishni boshladim shu inimiz uchun. U inimizga yordam qilayotgan 3 ta bolalar bor ekan. Bu yosh o'quvchilar ekan bular. O'zini o'qishlar chet elda o'qiyotgan o'quvchilar bir tarafdan o'qib, bir tarafdan ishlab jonni beqish kerak. Amerikada, bizning Kaliforniyada eng tuvan maaş saatiga $13 mening ismini qilishcha hozir. $13 ishlaydi. Tazliq ishlari masalan. Endi aynimiz, Mamteli Niyaz degan aynimiz, shu o'quvchini ishlatib, mash uchun xizmat qildirib, saatiga €10 dan bersam, ular har ayga 10-15 soatni ishlasa, bir yilda yine 10 1000 parcha kitobni qo'yib olaydim deb shuni menga tafsili plan yozib berdi.
Hisoblасам jami $6000 pul bo'ldi ekan bu. Shunga men bu yan to'plashni chiqarib qo'ydim. Buni o'tgan shanba kuni chiqargan, bugun chorshanba bo'libdi. Jami $585 pul chiqdi hozir qadar. Menimcha chet ellik Uyg'urlar bundan sal yaxshiroq qolaymiz. Hozir Turkiyada 50 mingdek Uyg'urlar bor. O'rta Osiyodan boshqa yerlarda 50 mingdek Uyg'urlar bor. O'rta Osiyodami bir $10 $100 pul chiqara oladigan Uyg'urlardan 50 mingdek Uyg'urlar bor bo'lishi mumkin. Ashtaxta bizda 150 mingdek Uyg'urlar bor, masalan, to'p qo'sha oladigan. Ben meyge $6000 pul toplayılı deb çıkarıp koydum. Bu hazır iş qilsak. Hazır iş qildigan ishlar jiq, iş qildigan adamlar bor. Asosan haqsiz ishlaydi. Endi albatta men degan Mamtili Niyaz inimiz o'quvchilar bir tarafdan ishlab, bir tarafdan jini yo'qish kerak. Yoki maash ishlash kerak, yoki yemira ishlash kerak endi. Jini boqmasa bo'lmaydi bular. Ashtaq bo'lgan uchun bularniki soatiga €10 yordam qilay deb inimiz ashaq o'ylabdi. Menimcha bu noyda aql muvofiq ish. Bo'lsa qarindoshlar biroz o'ylab qo'ysanglar. Men burun bu sodiq ishlarni ko'p dedim. Saxovat ishlari Allohning nazarida intayin muhim ish. Intayin savobli ish. Biz bunday ishlarda xalqning bilish bilmasligini ko'zlamaymiz qat'i. Alloh biladi kimning nima ish qilganligini. Ben hozir qadar menga iyon qilgan qarindoshlarniki ishlarining hammasini, iyon qilish ahvolini rasm qilib saqlab qo'ydim buni. Keyincha mana shularni bexatar chiqara oladigan bir holat kelgan vaqtida rasmlarni tor betimga chiqarib qo'yish mumkin. Hozirgi Uyg'urlarning qilgan ishlari haqida bir narsa yozib. Hammasiniki tizimi bor bu ishniki. Sanqchilik. Shunga bo'lsa sal o'ylab baqsaq. Endi ben yaqında meni qattiq o'yga solgan yana bir narsa, 80-yillardan keyin Uyg'urlarniki madaniyat, adabiyot, san'at ishlarida cho'ng zo'r yuksalish bo'lgan. Korxonchilik ishlarida zo'r yuksalish bo'lgan. Nurg'un Uyg'urlar boy bo'lgan vatanda, ashtaq bo'lgan. Lekin 2009-yildan boshlab Xitoy hokimiyati Uyg'urlarni yo'qotish siyosatini bir yo'l qo'yganda biz hozir ketib olib ketdik, vayron bo'lib ketdik. Yo'qolish girdobga yaqin kelib qoldik. Gerçi cho'ng umid bor bo'lsin. Mushul ishlardan biz bir narsani ko'rishimiz kerak. Agar biz o'zimizni haqiqiy qudrat topqizmasak, bekor ekan. Agar bizda bir haqiqiy egillik huquqi bo'lmaydi ekan, o'zimizning zaminiga, o'zimizning taqdiriga, bu bekor ekan. Mayli madaniyatimizni, urf-odatimizni, adabiy san'atimizni qancha taraqqiy qilish bo'lsin, qancha pul to'plagan bo'layli. Agar biz butun bir millat sifatida kuchli bo'lmasak, bir kishilar to'lqinga bardosh berolmaymiz, bir qatim ko'rdik bu ishni. Shunga Uyg'urlar bundan qaytadan tug'ilish kerak. Har birimiz qaytadan tug'ilishimiz kerak. Hozirdan boshlab har bir odam men bundan qayta tug'ilgan vaqtimdagi men qandoq bo'laman degan narsani o'ylash bosaq bo'ldi. O'ylash bosaq bo'ldi. Ma'vu qo'lqa ishlarga ashtaraq bir pozitsiyaga qarashimiz kerak. Shunga men baliq qarindoshlardan olarak o'ynab beqishni umid qilaman. Hozir millat uchun ish qilayotganlarniki nurg'unlari nomsiz, haqsiz, shon-sharaf, obro' yishini qo'llashmay, jim-jit ish qilyotdi. Ba'zi zurut chiqimlar bor mana o'xshash. Manda ishlar kelgan chaqda yordam qilsanglar. Buni o'zimizni qilib ketalaydik. Men bu yerda manda qilishimiz birga qilaylik deb. Savobni birga olaylik Allohning oldida. Millatniki oldidami burchimizni birga ado qilaylik deb ma'ishdan qilyapmiz. Shu qarindoshlar sal ko'ngil bo'lib qo'ysanglar. Men degan shu yan to'plashni qayta yanglab qo'yaman. Bo'lsa sal jiddiy qarsak 150 ming Uyg'ur uchun $6000 degan ish emas. Shunga bir yangidan tug'ilgan Uyg'urlarga xos bir maskaliroq darajada ish yapsak, sizlarga oxirida qo'ygan orzum shu. Ma'qulamsa bu qatim qilsa mushunchalik bo'lsin. Kelar qatim ko'rishcha omon bo'linglar. Xayr, xush Allohga omonat.